This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetli radio dinləyicilər. Anlatışımızға hoş gəldіңlər. Anlavatqanыңlar Erkin Asya Radyosu'nun bir saatlik Uyghurca anlatışı. Amerika'nın paytaxtı Washington'dan alış beriyatımız. Bugün 10. ayının 8. günü Seyşembe. Ben bugünkü program riyasətçisi Nur İman. Hürmetli radio dinləyicilər, bugünkü bir saatlik anlatışımızı tövəndikidək orunlaşdırdıq. Aldı bilan gündəlik qısqa xəbərlər proqramımız boyunca anlatış berimiz. Bu proqramımızda dünya vəziyyəti və şundaqla Uyğurlarga münasibətlik ən yeni uçurlardan sizlərni xəbərdar qılımız. Gündəlik qısqa xəbərlər proqramımızdan keyin vaqe və mülahiza səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu səhifəmizdə öz müxbirlərimiz və dünyanın hər qaysı joylarında turishliq ixtiyari müxbirlərimiz tayyorlagan təfsili xəbər analizi, söhbət və məxsus proqramlar diqqətinizdə buludu. Proqramlarımızı yaxtırıb anlaşılmanı ümid qılımız. Möhtərəm radio dinləyicilər, proqramımızın gün tərtibi boyunca aldı bilan müxbirimiz Cəvlan tayyorlagan gündəlik qısqa xəbərlər diqqətinizdə bolsun. Xitoy hökuməti Uyğur elining təbii boyliqi və energiya zapasından unumli foydalanish bilan birga qumluqni o'zgartib, yangi shaharlar bino qilib, texnika ko'p nüfus ko'chirish uchun harakat qilmoqda ekan. Xitoy yer shari televiziya torining 8 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Xitoy hukumatı yillardan buyon barliq imkoniyatlardan ishga solib, bo'z yer echish, qumluqni o'zgartish tadqiqotlariga ko'plab pul ajratgan. Shuningdek, sho'rliq va ishqirliq tuproqni yaxshilash, qurg'oqchilik va sho'rg'a chidamliq tuproqni borliqqa keltirish qurilishini ilgari surgan. Natijada oldi bilan Aqsudagi Bingtuan 1-diviziyaga qarashli Orol shahrini ko'kartish va kengaytish bazasi qilgan. Bo'stonliq qumliqqa qarab 20 kilometrdan ortiq kengaygan. 2013-yili Orol shahrida qumliqqa kirish eg'izi manzili rayoni qurilgan bo'lib, Xitoy sayohatchilariga Bingtuanning cho'lni bo'ston qilish tarixi tunishtirilgan. Shuning bilan birga Orolning Nashput bog'chisi, O'rik, Chilam bog'lari, shol etizlari va paxtazorliqlari ko'rsatilib, bu joyning har yerining boyliq ekanligi tashviq qilingan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy O'rmonchilik idorasi qaramog'idagi bir organ 2009-yildan buyon Uyg'ur elini o'z ichiga olgan holda tuproqning cho'llashish ahvolini tekshirganda, 4dan bir qismdan ko'proq tuproqning cho'llashganligi, shig'illashganligi yoki qum ostida qolganligi, buning Xitoy duch kelayotgan jiddiy ekologik masala ekanligini ma'lum qilgan. Uningdan sirt Uyg'ur elidagi qurg'oqchilik, bo'zya etishni chekni oshirib o'tish, suvning bulg'anishi, tuproqning sho'rlashib ketishi qatorliq masalalar ig'irlashib borgan. Bugungi kunda bo'lsa, Bingtuan qumliqni tizginlab, qaqosliqni o'zgartib, yangi yashash muhiti barpo qilishga boshlagan bo'lib, yer zaminni bulang-talang qilish xarakteridagi etishdan hozir muqim taraqqiyot xarakteridagi etishga o'tgan. Buningdagi maqsadning yerli xalqqa baxt yaratish emas, balki millionlagan Xitoy ko'chmanlari uchun texnik keng hayotlik makoni hozirlash ekanligi taxmin qilinmoqda. Amerika'nın Uyghur mecburi emgiki çetişlik Xitay şirketlerine ceza yürgüzüşüge qaramay, Amerika'daki ayak ve kiyim-kechak şirketi Skechers Ürümçi'de yeni setiş merkezi açqan. Amerika Avazi Toru'nun 8. oktyabrdaki xabarda deyilishicha, bu do'kon 9 ayning 28 kuni Xitoyning davlat bayrami haftasidan bir kun burun, ya'ni Xitoy xaridorlari eng ko'p mal sotib oladigan kunlarga ulgurtib ochilgan. Skechers shirkatining Ürümchida do'kon echishi kishilik huquqni tashabbus qiluvchilarning tanqidiga uchradi. Ular mazkur shirkatning majburiy emgak eng ig'ir bo'lgan rayonda tijoratini kengaytganligini, shuningdek iqtisodiy manfaatni deb kishilik huquq masalasini qayirib qo'yganligini ayblagan. Kommunizm qurbonlari xotiri fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Zenes Amerika ovozi qilgan so'zida Skechers shirkatining harakati shirkatning hukumatlar orqali emas, iste'molchilar tarafidan javobgarlikka tortilishi kerakligini ochiq eskartdi degan. Xitoyning Uyg'ur elidagi Uyg'ur va boshqa millatlarga qaratgan kishilik huquq dafsandachiligi ichida majburiy emgak eng ig'ir masalaga aylangan bo'lib, Amerika hukumati 2022-yili Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini ma'qullab, Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan majburiy emgak chetishlik mahsulotlarni import qilishni cheklab kelayotgan edi.
Xabarda aytilishicha, Skechers şirketi ilgirmi Uyg'ur elidagi majburiy emgakka chetishlik sababidan tekshirishga duch kelgan ekan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni 2020 yil e'lon qilgan dokladda mazkur shirkatga mal ta'minlaguvchining Uyg'ur ishchilarini majburiy emgakka solganligini bash qilgan bo'lib, Skechers shirkati buni inkor qilgan. 2024 yili 10 ayning 2 kuni Amerika Vatan xavfsizligi ministrligi Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha yana 2 Xitoy shirkatini qarshi tizimga olgan bo'lib, cheklangan shirkatlarning umumiy soni 75 ga yetgan. Xitoymi buningga qarshi harakatga o'tib, Amerikaning Calvin Klein kiyim-kechaklari shirkatini boshqaradigan PVH shirkat guruhini Xinjiangdan paxta va kiyim-kechaklarni sotib olishni to'xtatish orqali Xitoy qonuniga xiloflik qildi deb ayblagan edi. Mutaxassislarning bildirishicha, Skechersga o'xshash shirkatlarning kishilik huquq masalasiga qaramay, Xitoyda, jumladan Uyg'ur elida savdo qilishi, iqtisodiy jihatda xatarga tavakkul qilish bo'lsa-mu, shirkatning beshidagilar uni bexatar tanlash deb hisoblagan. Xitoy xabarlari to'rining 6 oktyabrdagi xabarga qaraganda, yaqinda Qashqarda tayyorlangan cho'ng tipdagi naqsh usulliq opera Banchao 21 navbatlik Xitoy Sharq-Janubiy Osiyo Allar ittifoqi ko'rgazmasiga qo'yilgan. Shundan bilan bir vaqtda karton film Banchao'ga munosabatlik bir yurish madaniyat buyumlari bozorga solingan. Xabarda deyilishicha, cho'ng tipdagi bu naqsh usulliq operada Banchao'ning Sharqiy Xan sulolasi davrida G'arbiy rayonga safar qilib, Qashqar yangi shahardagi qorovulxonada vazifa o'tagan tarixiy aks ettirilgan. Xabarda yana tarixiy qahramon Banchao'ning shonliq ishlar namoyon qilinishi bilan birga Jonghua millatlarining tarixiy yildizining bir tutash ekanligi ko'rsatildi deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Banchao'ni Qashqarga bog'lash tashviqotiga alohida ahamiyat bergan bo'lib, Qashqar shahrining sharqi janubidagi Tuman daryosi bo'yiga to'g'ri keladigan eski Hisar xarobidagi Xitoy tashviqotlarida G'arbiy diyordagi 36 beylikning biri bo'lgan Yangsar xon ordisi deb tushuntirilgan. Shundaqla milodiya 73-yili Banchao bu yerda bargoh qurgan hamda bu yerni bozi qilib, g'ullarni tinjitib, G'arbiy diyorni birlikka keltirish vazifasini tamomlagan deyilgan. Xitoy hatto bu xaroblikning yanidagi yo'lga Banchao yo'li deb nom bergan. Amerikadagi Georgetown universitetining professori James Milward bu vaqtda radiomizga qilgan so'zida Xitoy hukumatining Uyg'ur elini Xan sulolasidan boshlab Xitoyning zimini deb davron qilib kelayotganligini, ammo Xitoyning 751-yildan boshlab Qing sulolasiga qadar bo'lgan 1000 yil ichida bu rayonda hech qanday siyosiy ta'sirining bo'lmaganligini, yana kelib Xitoylarning izchil davom qilgan milliy davlati bo'lmaganligini bildirgan edi. Amerika bilan Yaponiya garchi Xitoyning majburiy emgak mahsulotlarini import qilishni to'sishga tirishib kelayotgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning dori buyumlari buningdan mustasno bo'lib, buning ichida hatto Uyg'ur elidagi majburiy emgakka chetishlik dori buyumlari mavjud ekan. Yaponiya iqtisod xabarlari to'rining 8 oktyabr bergan xabarda aytilishicha, Yer shari xavfsizlik organi C4ADS 8 oktyabr doklad e'lon qilib, Amerika yemaklik va dori boshqarish idorasi bilan Yaponiya dori va davolash uskunalari idorasining Uyg'ur eliga munosabatlik 2 dori ishlab chiqaruvchiga ijozat berganligini oshkorlagan. Mazkur dokladning avtori Michel Kondi bu vaqtda to'xtalib, Xitoy dunyodagi eng chong aktiv dori materiallar ishlab chiqaruvchi, shundaqla dunyodagi ikkinchi chong dori bozoridir. Halbuki Uyg'ur rayonidagi dori buyumlarining butun dunyoga tarqalish ahvoli texi cho'nqur tekshirilmadi degan. Xabarda ko'rsatilishicha, Yaponiya dori va davolash uskunalari idorasi Uyg'ur elidagi Tianshan dorigarligi va Yili Chuanning biotexnik shirkatining ijozatnomasini tasdiqlagan. C4ADS baharlagan savdo sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, Yaponiya shirkatlari 2023-yili Yili Chuanning shirkatidan vositalik holda mahsulot sotib olgan. Sonliq ma'lumot va texnik shirkati bo'lgan Qarunning tekshirishicha, Yili Chuanning yana 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan oraliqda Hindistondagi dori ta'minlovchi shirkat Unimax Chemical shirkatiga $6 million qimmatidagi antibiotik mahsulotlar ta'minlagan. Ondan bu shirkat o'xshash mazgilda Yaponiya shirkatlariga Erythromycin yotkigan. Xabarda aytilishicha, Yili Chuanning shirkati Uyg'ur elining nomratlikdan qutuldirish plani va Millatlar Ittifoqi faoliyatiga qatnashgan. Bu atalg'ularni hukumat majburiy emgak programmalarini madihlashda qo'llanib kelgan. Tianshan dorigarlik shirkati bo'lsa, qisman rayonlik yerlik hukumatga tabe bo'lib, hukumat tarafdan qo'shilgan pay ko'p miqdorni egallagan. Amerika hukumatining ta'minlash zanjiriga qarata tekshirishdan ayon bo'lishicha, Amerika yemaklik va dori boshqarish idorasi kontrol qiladigan dorilarning 13% Xitoydagi zavodlarda ishlab chiqarilgan. C4ADS'ning aytishicha, Yaponiya shirkatlarining Uyg'ur elidagi 2 o'rinni tizimga oldirishi Yaponiyaning Xitoy hukumatining Uyg'urlarni xo'rlash jinoyatiga bo'lgan inkosiga zid ekan. Amerikaning bo'lsa bu jihatda yana aktiv qadam ilib, Xitoyning dori buyumlari sohasidagi majburiy emgak omillarini tekshirib chiqishi kerak ekan. 5 oktyabr yakshanba kuni Pokistonning Karachi aydurumi atrofida yuz bergan odam bomba hujumi bo'lishi mumkinligi gumon qilinayotgan bir portlashda 2 Xitoy fuqarosi o'lgan. Oz deganda 10 odam yaralangan.
BBC'nin xabar qilishicha portlash tülgüçüler 3 adam bo'lsa 3. kishining hujumchi bo'lishi mumkinligi faraz qilinmoqda. Halbuki Pakistanning Balojiston o'lkasidagi mustaqillik tarafdorlaridan Balojiston ozodlik armiyasi hujumni o'zlarining ilib olganligini ilgari surgan. Qashqar bilan Gwadar orasidagi Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining dengizga chiqish eg'izi bo'lgan Gwadar porti Balojiston o'lkasiga joylashgan. Halbuki Balojiston ozodlik armiyasi yaqinqi yillardan beri o'zining hujum nishonlarini Pokiston-Xitoy iqtisodiy koridori qurilishiga qatnashayotgan Xitoy fuqarolariga va shirkatlarga qaratib kelgan edi. Bu qitimli hujum Pakistan Ichki ishlar ministri Muhsin Naqvi bilan Xitoy Markaziy siyosiy qonun komitetining sekretari Chin Mingoning o'tgan oy Islomobodda ko'rishib, terrorlikqa qarshi turish, chegara boshqarish qatorliq jihatlarda hamkorlikni kuchaytirishga kelishishining orqasidan yuz bergan. Pakistan taratqullarining xabarlaridan ikki tarafning atalmish Xinjiang masalasini muzokara qilganligi, shundaqli Gilgit-Baltiston va Uyg'ur elida qurolli soqchi qismlarining birlashma manevrlarini olib berishga tutishganligi ma'lum bo'lgan edi. BBC'ning bildirishicha, Xitoyning Pokistonda turishlik elchixonasi 5-oktyabr kechda yuz bergan portlashning Sindi o'lkasidagi qurilish turlariga qatnashayotgan Xitoy injenerlarini nishon qilgan terrorlik hujum ekanligini ilgari surgan. Halbuki Balojiston ozodlik armiyasi 6-oktyabr e'lon qilgan bayonotida hujumning Karachi aydirumidan kelayotgan yuqori darajalik Xitoy injenerlari va mablag' solg'uvchilarini nishon qilganligini bildirgan. Bayonotda qayd qilinishicha, bu hujum Balojiston ozodlik armiyasining Majid brigaдаsidagi Shah Fahad ismli jangchi tarafidan olib berilgan ekan. Bayonotda hujumning avtomobilga qachilangan portlatqich bilan olib berilganligi ta'kidlangan. Xitoyning Tuzliq Taypan nomli xakerlar guruhi Amerikaning AT&T, Verizon, Lomin qatorliq asosli telefon shirkatlariga qarata xakerlik hujumi olib borgan. Washington pochtasining 6-oktyabr xabar qilishicha, Amerika hukumat amaldorlari Xitoy xakerlarining oz deganda 3 asosli Amerika telefon shirkatining to'g'ri hujum qilganligi. Bu hujum Amerika kuzatayotgan Xitoy nishonlariga doir uchurlarga erishish maqsadida qaramliq bilan olib berilgan hujumning bir qismi ekanligini aytgan. Xabarda bu deloning Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, istixborot organlari va Amerika Ana vatan xavfsizligi ministrligi tomonidan dastlabki tekshirish bosqichida ketayotganligi qayd qilinmoqda. Ma'lum bo'lishicha, bu deloning nozuklik sababidan ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika amaldorlari navbat prezident Baydenga bu vaqtda ma'lumot berilganligi, ammo bu qitimliq to'g'ri hujumining ko'lami va uning ta'siri texnik aniqlanmaganligini aytgan. Bu qitimliq hujum Amerikaning Bayden hukumati Xitoyni Amerikaning eng muhim strategik raqibi deb qarasimi, ammo uning bilan bo'lgan raqobatning to'qinishga aylanib ketishidan saqlanishga tirishayotgan bir payt yuz bergan. Washington pochtasining qayd qilishicha, Amerika amaldorlari bu qitimliq to'g'ri hujumi Amerikaning Verizon, AT&T, Lomin qatorliq asosli telefon shirkatlarining aloqa to'rini nishon qilgan bo'lsa-mu, ammo hujumning boshqa telefon shirkatlarini nishon qilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Amerika bexatarlik amaldorlarining qayd qilishicha, bu qitimliq to'g'ri hujumi muhim voqea bo'lsa-mu, ammo hujumning ko'lami va qanday uchurlarning o'g'irlanganligini aniqlash uchun uzunroq vaqt ketadi ekan. Bir Amerika bexatarlik amaldori hujumda Amerikaning qonunliq yoshirin anglash sistemasini nishon qilganligiga doir bishoratlar bor degan. Lekin ularning qayd qilishicha, Xitoy xakerlari texnik keng uchurlarga erishgan bo'lishi, bu telefon sistemasidagi umumiy tor aloqasini o'z ichiga olgan bo'lishi mumkin ekan. Hürmetli radio anlıqçılar, Amerikanın paytaxtı Washington'dan anlatıvatqan bir saatlik Uyg'urcha anlatışımız davom qilyotidi. Endi vaqa va mulohiza sahifamiz bo'yicha anlatış beramiz. Bu sahifamizda o'z muxbirlarimiz va dunyoning har qaysi joylarida turishliq ixtiyoriy muxbirlarimiz tayyorlagan tafsiliy xabar analizi, suhbat va maxsus programmalar diqqatingizda bo'ladi. Yoqtirib anglaysizlar. Biz o'tgan yilning oxiri Beyjingda yashayotgan rejissor Ikram Nurmamatning Urumchi soqchilari tomonidan tutqun qilinganligi va sotlanganligi, ammo sud hukmining textchi chiqmaganligi haqida xabar bergan edik. Yaqinda muxbirimizning aniqlashicha, Ikram Nurmamat ilgirki Turkiya safari va Turkiyadagi bir mazgillik hayoti sababli terrorlik bilan ayblanib 6,5 yillik kesib o'tilgan. Tuanda muxbirimiz Shuhrat O'shirning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqatingizda bo'ladi. İlgirki aniqlashtirimizda ma'lum bo'lishicha, Beyjingda yashayotgan va Tianjinda xizmat qilayotgan yosh rejissor Ikram Nurmamat o'tgan yilning o'rtalari Beyjingda tutib ketilgan va yil oxirida Urumchida sotlangan. Uning tutilishi va sotlanishiga shuningdek bir qancha yil avval Turkiyada Marmara universitetida o'qish
ve Türk film şirketlerinde işleş jarayonida ko'rilgan atalmış meseleleri sebep bo'lgan. Yani şu çağdaki aniqlashtirimizda ma'lum bo'lishicha, sotda Ikrom Nurmamatga chetilib, uning bilan Turkiyadagi chig'da munosabat qilgan 4 nafar do'stimi sotlangan ve bular terrorlik guruhi qurish va qetilish bilan ayblangan. Bu sot haqida eng dastlab xabar bergan Angliyadagi muhofizatchi gazetining xabar qilishicha, Ikrom va do'stlari so'roq jarayonida ig'ir qiyin qisloqqa ilingan va Ikromdan boshqalari atalmış jinoyatini iqror qilishga majbur bo'lgan. Sotda hukm keyinga qoldirilgan. Vaziyatdan xabardor kishining o'tgan hafta yana radiomizga inkos qilishicha, sot hukmi bu yil 1-oyda chiqqan va hukmda Ikrom va do'stlari ayrim holda 5 yildan 6,5 yilga qadar qamoqqa hukm qilingan. Bolalarning ba'zilarini 5-20 yil, ba'zilarini 6 yil hammasini asosan ashta kesibdi. Lekin Ikrom hozir faqat iqror qilmabdi. Iqror qilmagan asosda uni ashta kesib o'tibdi. Ikrom atalmış jinoyat guruhining yetakchisi deb qaralib, 6,5 yillik kesilgan. Ikrom bütün jinoyatlarni hech qaysi jinoyatni qabul qilmadi, hozirgacha rad qilib kelyapti. Men u ishni qildim, sizlar menga tuhmat qildinglar deb turug'liq bu. Faqat e'tirof qilib baxmabdi hozirgacha. Telefonimizni qabul qilgan Urumchi o'ttir sotning bir xodimi Ikrom Nurmamatning 6,5 yillik kesilganligini dalilladi. Ikrom Nurmamatning dilosiga chetilib jami qancha kishi kesildi? Muddati qancha yildan qancha yilga chiqqan bo'lgan? Muddeti o'xshamaydi. Baş siz degan 6,5 yil kesildi degan shu Ikrom Nurmamat bo'lamdi undaqda. To'g'ri. Ikrom nima uchun bo'ladin jiqroq kesildi? Boshliq bo'lganlik uchunmi? Vaziyatdan xabardor kishining deyishicha, sud hukmida Ikrom Nurmamatning Beyjingdagi ayoli va Urumchidagi onasi xabarsiz qoldirilgan. Ikrom Nurmamat hukmga norozilik arzi sunmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, mustaqil bir advokati bo'lmaganligi va oilasi bilan aloqa qilolmaganligi uchun Xitoy qonunlarida qog'oz yuzda bekitilgan 3 oylik qayta arz sunish fursatidan foydalanmagan. Lekin Ikromning shu 6,5 yil kesilgani aniq, lekin qo'liga faqat unda bo'ldi degan yozmishni bermabdi. Ham kesilib 3 oymi 4 oydan keyin ular xabar beribdi. Chunki kesilib bo'lgandan keyin 3 oy ichida qayta takror ustidan arz qilsa bo'ladigan, bular shu arz qilgan vaqtini o'tkazib beribdi. Telefonimizni qabul qilgan yana bir soqchi xodimi Ikrom Nurmamat ustidan hukm chiqib bo'lgan bo'lsa-mu, ammo tek turmaga o'tkazilmaganligi, yana qamoqxonada tutib turilayotganligini oshkorladi. Sizlarning soqchixona bilan shaharlik qamoqxona oraliq qanchalik bor? Bizniki biz shu qamoqxonaning oldida. Sizga yaqinmi, yiroqmi? Bizniki oraliqimiz ancha yiroq emas. Oraliqimiz ancha yiroq emas. Bu Ikrom Nurmamatni Beyjingda tutib kelgan chog'da eng boshda qayerga borgan tanglar? Barchalarga qamoqxonaning oldida bir qavat jinoyat yana qilgan joyga borgan. Yaqinda yana adam borgan vaqtingizda shu qamoqxonada Ikrom yana borgan shu yerda. Turibdimi joyda? Joyda borgan. Ikromlarni yana shu yerda ishni o'rganish qildigan, pushaymon bayonot yozgan ishlar bormi, yo'qmi? Hozir o'taqada to'g'ri tuzib yo'q yana. Vaqtda bu hukm chiqib bo'ldi, yani 6,5 yillik kesib bo'ldi, lekin taqiq turmaga yetkazilmadi, shundaqmi? Shunday bo'ldi. Bularni ham turmaga qancha yetkazsizlar? Hozir endi uni hudud qilib ilgirki aniqlashtirimizda Uyg'ur elining ko'pincha joylaridagi turmalarda bo'sh o'rin bo'lmaganligi uchun mahkumlarning turmalarga yetkazilmay qamoqxonada tutib turilayotganligi ma'lum bo'lgan. Qamoqxonaning sharoiti turmadan nachar bo'lg'achqa, ba'zi mahkumlarning qamoqxonadan qutulish uchun atalmış jinoyatini iqror qilishga majbur bo'layotganligi oshkorlangan edi. O'tgan yilgi aniqlashtirimizda Ikrom Nurmamatning Turkiyada o'qiyotgan mezgilda Xitoyning tishga tegadigan harakatlardan saqlanish uchun Turkiyadagi Uyg'urlar jamoatidan uzoq turganligi, hatto Uyg'ur o'quvchilar bilanmi bir yotoqda yotmaganligi, shundoq ehtiyot qilib turibmi Xitoyning gumonidan qutulolmaganligi oshkorlangan edi. Sizning shu tartib saqlash jarayonida anglig'inizda va ko'rganingizda Ikrom Nurmamat gunohi nima deb ayblandi, nima deb qidirildi? U kunimda shu davlat bexatarligiga ig'ir darajada shunday muqiga ashar chiqib o'sha tashkilotga adam
taraqqiy qildigan, endi pul jiqqan degan mazgapni bunda uqtirdi. Qaysi tashkilotga deydi? Shu Turkiyadagi tashkilotlardanmi? Shu taraflarga chiqib, shunday ishlar bilan bo'lgan deb. Yani bu yerda degan chaqda chet elda chetilgan bir tashkilotning nomini tilga oldimi? Ma tashkilotda. Davlat bexatarlik og'ir darajada ziyon yetkazgan dedi. Biz qolgan ishlarni yaman o'ldan surishtirib ketdi. Degan chaqda Sharq Turkiston tashkiloti dedimi? Turkiston Islom partiyasi dedimi? Dunyo Uyg'ur qurultiyi dedimi? Mushuni qaysini tilga oldi? Mushlardan birasi bormi tilga olganlar? Mushunday namlar. Bo'ldi, toza nimanda qanmat. Lokativga aniqlashtirimizda uning 4 do'stining kesib etilganligi dalillangan bo'lsa-mu, ammo ularning aniq kimliklari texi oydinlashmadi. Anglatish berdik. Xitoy Savdo ministrligi yaqinda uqtirish chiqarib, Amerikaning Calvin Klein va Tommy Hilfiger qatorliq markalarining bosh shirkati bo'lgan PVH shirkatini tekshirayotganligini e'lon qilgan edi. Xitoyning bunday qilishidagi sabab bu shirkatning Uyg'ur majburiy emgakini nazarda tutib, Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishni to'xtatishi bo'lgan. Biz Xitoy hukumatining bu qarorining xalqaro shirkatlarga ko'rsatgan ta'siri va hamda bu vaziyatni idora qilishning yo'llari haqida mutaxassislarning ko'z qarashini so'radik. Tövəndə muxbirimiz İradaның bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqətinizdə bo'ladi. Xitoy hukumati o'tgan haftalarda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining favqulodda dokladchisi Alina Dohanni Uyg'ur eliga taklif qilib, Amerika qatorliq g'arb davlatlari Uyg'urlarni majburiy emgakka silayotgan korxonalarga qo'ygan jazo tadbirlarining xalqaro qonunlarga xilof ekanligini ilgari surgan edi. Alina Dohan bu vaqtdagi dokladini BDT kishilik huquq kengashida o'tirg'a qo'ygandan keyin yig'in maydonidagi Amerika va Yevropa ittifoqi vakillarining kaskin rad qilishiga uchragan. Bu voqea bo'lib, uzun o'tmayla Xitoy hukumati Amerikaning dangliq kiyim-kechak markasi bo'lgan Calvin Klein va Tommy Hilfiger qatorliq marka kiyim-kechak shirkatlarining ana shirkati bo'lgan PVH guruhi ustidan tekshirish boshlaganligini jakarladi. Xitoy Savdo ministrligining bu vaqt e'lon qilgan uqtirishdan qaraganda, ular PVH guruhining Uyg'ur elidan paxta mahsulotlari kirgizishni to'xtatish ustidan tekshirish boshlab, uning Xinjiang mahsulotlariga qilingan kamsitish yoki emasligini aniqlab chiqdi ekan. Xitoy Savdo ministrligi e'lon qilgan bu uqtirish dal Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emgakiga taqobil turish tirishchiligini oshirayotgan va hamda texi yangila Urumchidagi Xinjiang 1-Avgust Po'lat Temir shirkati Bagangni Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni bo'yicha qora tizimlikka kirgizgan mazgilga to'g'ri kelgan. Amerikadagi Hudson institutining oliy mutaxassisi, Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuri Turkalapandining radiomizga bildirishicha, Xitoy hukumatining bunday bir tekshirishni boshlashi Amerika ijro qilgan cheklamalarning Xitoyni qattiq bearam qilayotganligini ko'rsatib berdi ekan. Bu Uyg'ur majburiy emgakni to'xtatish qonunininki ijroiyatiniki Xitoyda qanchalik bir huzursizlikni hukumatninki iqtisodiy ticari tüzümlerini başqurgan şu siyasetini tuzganlar qanchalik bir besim bo'layotganligini namoyandlandir bu. Endi bu shirkatlarni Amerikaning qonuniga itoat qilmaslikni, bo'ysunmaslikni zo'rlaydigan mundaq bir muhitni shakllantiryapti. Nuri Turkalapandining deyishicha, Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik yangi zamondagi qul emgakini o'z ichiga olgan bir qirg'inchilik bo'lg'achqa majburiy emgakka taqobil turishning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishdagi roli intayin cho'ng ekan. U so'zda bunday iqtisodiy tadbirlar bilan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish orasida damalliqqa bevosita bog'lanish yo'qdek ko'rinsa-mu, amaliyotning undaq emasligini aytdi. Qonun nəhayət çoğun bir iqtisadi besimni şekillendiriyotgan bir qanun görüldü. Bunda buluştuğun sebebi birinciden bir yerde bu kanununki kullanılış dairesinin içinde tesir ettiğinden dünyada 80'den artık marka var. Bu markanın içinde yemek içmeklerini içine alırdı, kuruluş materyallerini içine alırdı, otomobil zapçasları, kuyaş enerjiye, ondan bu otomobilin bataryası, kimyelik maddeler, elektrik üskünlerinin içine saldıran zapçaslar ve yumuşak katık metallar, ammaviy sağlamlık meselesi doğru olsun, ya ki doktorxanada işletilgan narsalar olsun, güzellik buyumları, bunun hemmesi dünyada 80'den artık marka, bu kanununki qo'llaydigan marka bo'lganlik uchun, bu 80'den artık markanınki, bu PVH, Calvin Klein, Tommy Hilfiger'ninki ana şirketi olan o'xshash, aşağıda supply manbadan supplierlarga, Xitoyning supplierlarga tayinlagan mujdat muhit bo'lgani uchun, Xitoyninki iqtisodiy ishlab chiqarish iqtisodi asos qilgan iqtisod bo'lgani uchun, eksportni asos qilgan iqtisod bo'lgani uchun,
bu kanun faydasız bir şarait yetildiğin için Xitayning hozir o'zining iqtisodiy nayti bir chataq bir holatda, qiyinchilik ahvolda. Qiyinchilik ahvolda bo'lgandan keyin bu qonunning ijro bo'lishi texmi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Şu anda bunun qaraydigan bo'lsangiz, bu PVH shirkatiga qilayotgan bu besimi, uning oldida Volkswagen qilgan besimi, uning oldida H&M bilan Nike'ga qilgan besimi ve ismat almagan nurg'un shirkatlar var. Shunga o'xshash deb tortayotgan. Darvaqa Xitoy bilan tijorat qilayotgan nurg'un xalqaro shirkatlar Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldin olish qonuni va hamda Yevropaning aloqador cheklimlari bo'yicha Uyg'ur elidan mahsulot sotib olishni to'xtatsa, Xitoyning jazolashini ansiraydigan. To'xtatmay desa, Amerika va Yevropada qonuniy javobgarlikka tortilishdan ansiraydigan bir qisınchilikda qolgan. Bundan ilgari, ya'ni 2021-yili H&M, Nike, Adidas, New Balance va Burberry qatorli xalqaro markalar o'zlarining Xinjiang paxtasining kishilik huquq dafsandichiligiga chetilib qolishiga bo'lgan andishalarini ifodalab, Xinjiang paxtasini ishlatmaydiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy iste'molchilarining hamda hukumatining jazolashiga duch kelgan edi. Ayni chog'da shirkatlar bu so'zlardan tenim olishga majbur bo'lgan. Xitoydagi Amerikalik tijoratchilar uyushmasi bu vaqtda New York vaqti gazetiga qilgan so'zda Calvin Klein va Tommy Hilfiger markalariga qartilgan bundaq bir tekshirish tunji qatim olib berilganligi uchun har qaysi sohadagi shirkatlar buning o'zlari uchun nimadan darak berdiganligini baholab chiqmoqda. Ko'pinchilari xatarning o'rlab ketganligini deyishmoqda degan. U holda Xitoy hukumatining Amerikaning Uyg'ur majburiy emgakining oldin olish qonuni bo'yicha harakat qilayotgan shirkatlarni bundaq tahdid qilishiga qanday taqobil turg'ili bo'ladi? Nuriy Turkalapandining ko'rsatishicha, shirkatlarni Xitoyning o'ch olishidan qutuldirish uchun Uyg'ur majburiy emgakini cheklashga doir qonunlarni imkonning boricha xalqaralashtirish va mavjud qonunni texmo takomillashtirish kerak ekan. Bu yerda bir necha yo'l bilan buni chorasini tepish mumkin. Birinchidan, bu Uyg'ur majburiy emgakni oldin olish qonunini xalqaralashtirish kerak. Bu qonun gerçi Amerikada ticaret ve xalqaro tijoriy kelishimlarning asosiy shakllangan bir qonun tuzilmasida Amerikaga majburiy emgak yoki qulluq emgakining mahsuloti bo'lgan mollarning kirishi cheklangan. Lekin bu yerda bu cheklanish faqatla port bilan kelayotgan mallar tekshirishdan o'tadiganlar cheklanadi. Havo yo'li bilan kelayotgan, quruqlik bilan kelayotganlar cheklanmaydi. Shuning buni birinchi bo'lib xalqaralashtirish kerak. Bu xalqaralashtirilgan bu o'lcham Yaponiyaga Uyg'urlarning kontariga yasalgan mahsulotlar kelishim cheklanishi kerak. Bu o'xshash narsa Tayvanga cheklanishi kerak, Janubiy Koreyaga cheklanishi kerak, Yevropa birligiga cheklanishi kerak. Xalqaralashgan bunday bir qonuniy mexanizm shakllanishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, bu hozir mavjud bo'lgan bu jo'grafiyalik cheklama kerak. Amerikaning bu Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonuni hozir Xinjiang atalmış Xinjiangdan kelgan mallarga cheklanish kishilindi. Lekin bu bütün Xitoydan kelgan mallarga kengaytirish kerak. Chunki bu majburiy emgak qilayotgan yer Uyg'ur diyorlari emas, Turkistonlar emas. Aslida Xitoyning qirg'oq tarixi qilgan cho'ng shaharlarda Yanxay deyishilari shu yerdan boshlangan. 5-yil voqeasi 2009'dagi shu 5-yil voqeasi yuz berishning sababimi aş mecburi emgakka bo'lgan o'yinchiq zavodidagi Uyg'ur ishchilar bilan bo'lgan to'qnashishdan bo'lgan. Shu bu ichkari o'lkalarda bu mecburi emgak yillardan davom, eng az 20-25 yil bo'lgan bir vaziyat bu. Bu mecburi emgak ichkirdan Sharq Turkistonga bordi. Shunga bu coğrafiyadagi cheklamsini iletish kerak bu Amerika hukumati, Amerika kongresidan. Yani üçüncü qildigan ishi bu $800 az miqdor qimmatli mallarni tekshirmaydi deydigan bu qonunni to'qilish kerak. Qonun tuzilib ijro bo'lib bo'lgandan keyin shu vaziyat qarab turib uni yangilash, uning yangi mazmunlarni qo'shish mumkin. Shu hozir bu yerda existing mavjud qonun yetarli emas. Amerikadagi kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy ishlari bo'limi muavin direktori Maya Wangning radiomizga deyishicha, Xitoyning bu harakati tahdid va tashviqot aralash harakati hisoblanadi ekan. Bu hol Xitoyda aslida qiyin vaziyatda turayotgan xalqaro shirkatlar ustidagi besimni oshirishi va natijada bu shirkatlarning Xitoydan ayrilish qadamini yanada tezlatishi mumkin ekan. U radiomizga qilgan so'zda kishilik huquq o'lchami bo'yicha tijorat qilish mas'uliyati bo'lgan shirkatlarning dafsandichilik bilan to'shib ketgan bir davlatda normal tijorat qilishi mumkin emas deb ko'rsatdi.
companies should not be contributing to human rights abuses, and how they do that is to make sure they have, oversight kişilik on hukuk their ve supply sınırçılıkka şerik bolup chains, kalmaslık to gerek. their business Şirketler bunun operations, kaparatlık qilish üçün to have aldı a bilen clear təminləş view zincirlerini of yaxşı nazarat qilishi və tekşürüp ölçüşü gerek. Şunun bilen birgə şirketler yana özleri ticaret qılmaqçı boluyatqan dövlətni yaxşı düşünüşü gerek. Əmdi Xitayga kelsek, o kişilik hukuk dəfsəndiciligi bombası kömülgən zemenge oxşaydı. Nəgili dəsisiniz, dəfsəndicilikning chiqqani chiqqan. Şuna şirketlerning bu dövlətdə normal ticaret qılaman deyişi intayın qiyin. Bunun üstüge Xitay bir mustabid dövlət bolğaçqa qanun yo'q. Onun har qanday qarori xohlagancha bo'ladi. Shunga bu nuqtadan olgandimi, bu davlatda ish qilayotgan shirkatlarning yaxshi oqibatga qolmaydiganligi aniq. Government with enormous arbitrary power, and there's really no way of mitigating. Nyu-York vaqti gazetining xabaridan qaraganda, Germaniyaning BASF şirkati o'tgan yili Uyg'ur elidan ayriladiganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo aloqador doiralarning tasdiqlashini kutib, o'zining hamkorlik pay chekini hozirga qadar sotolmagan. Volkswagen şirkatimi bu yil 2 oyda o'zining Urumchidagi zavodining kelajagini ko'zdan kechirdiganligini bildirgan bo'lsa-mu, hozirga qadar bir o'zgarish bo'lmagan. Noriter Kalapandining qarashicha, bu Amerikaning yoki Yevropaning shirkatlari o'zi yolg'iz hal qila oladigan masala emas bo'lib, buningga cho'qim shu hukumatlar yordam qilishi va Xitoydan chekinib chiqmoqchi bo'layotgan shirkatlarni qo'llashi kerak ekan. Shunday qilgandala, xalqaro shirkatlarni Xitoyning jazosidan qo'g'dig'ili va texmo ko'p shirkatlarni kishilik huquq mas'uliyatini ado qilishga undigli bo'ladi ekan. Birincisi hem de şu global brand multinational corporation demek şu devlet artkan markalar. Bunlar özlerinin devletlerdeki imtiyazlarını paylanıp ticari diplomatiyanınkini güçünü görüş gerek. Bu şirketlerini bu sokakta ya ki bu Xitay hakimiyetinin besiması taşlap koyaş faydalı iş emez. Bu şirketlerge hükümetlerin malum derecede ilgi çıkış gerek. Kanuni kıltak çıkılması için şirketler ne qo'g'daydigan bir hukumatlarning bir mexanizmi bo'lishi kerak. Faqat Amerika hukumati buni ijro qilyapti. Mesela Amerika hukumatiningki shu Commerce Departmentning Amerikaning Beijing elchixonasi elchi doim degidek Amerika shirkatiningki boshliqlarining fikrini ilib ashlar bilan suhbat etgan ahvollar bor. Endi bunda o'xshash ishni Yevropaliklar qilyapti, Yaponliklar qilyapti, Avstraliyalik qilyapti, bu ma'lum emas. Xitoy Savdo Ministerligi PVH guruhiga o'zlarining tekshirishiga moslashib, savollarga javob qaytarish uchun 30 kun vaqt bergan bo'lib, agar Xitoy hukumatı bu shirkatni Xitoy qonuniga xiloflik qildi deb qarasa, u holda bu shirkatga jarimani qo'yishi va hatto shirkat xizmatchilariga sayohat cheklamasi qo'yishi mumkin ekan. Xitoy Savdo Ministerligi yana shirkatning Xitoydan qiladigan eksportini to'xtatishi mumkinligini bildirgan. Biz PVH guruhi bilan aloqa qilib, ularning bu masalani qanday bir taraf qildiganligini so'rdik. Shirkatning tashqi munosabatlar bo'limi muavin mudiri Alison Rappaport bizga qaytargan inkosida shirkatning hozircha bu savollarimizga javob qaytarmaydiganligini, biroq shirkat siyosatiga asosan o'zlari tijorat qilayotgan barliq davlat va rayonlardagi qonun nizomlarga qattiq amal qildiganligi. Shunga Xitoy Savdo Ministerligi bilan aloqada bo'lib, o'zlarining munosabatlik belgilarimi bo'yicha ularga javob qaytardiganligini bildirgan. PVH guruhi 1881 yili Amerikada qurilgan yiltizliq shirkat guruhlarining biri bo'lib, u Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Izod, PVH Yevropa va boshqa tarmoq shirkatlarini o'z ichiga oladi. Bu shirkat 2020 yili 7 oyda Şinjan'dan paxta, raxt va kiyim-kechak setebilishni kelgusi 12 oy ichida to'xtatamiz deb jakarlagan edi. Yaqında Xitoyning Douyin supusida bir top Uyg'ur o'smirlarining Xitoy changchilisi o'yinini ko'rsatishga tayyorlik qilayotgan videosi tarqalib, muhojiratdagi Uyg'urlar orasida g'ulg'ula qo'zg'amoqda. Uyg'urlar masalasi va Xitoy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan analizchilar bu vaqtda fikr bayon qilib, Xitoyning navbatda Uyg'ur o'smirlariga kichkidan tartiblar Xitoy madaniyatini singdirib, ularni assimilyatsiya qilishga urinayotganligini o'tirg'a qo'ydi. Tövəndə müxbirimiz Şadiyanın bu vaqtdagi təfsili məlumatlarına diqqət bərgəysizlər. Xitay dairələrinin Cunhua mədəniyyətinin esil ənənələrini öyrəniş namida Uyğur elining har qaysi joylaridagi boshlang'ich maktab Uyğur o'quvchilarga Xitoy mədəniyyətini singdirish harakatini umumlashtirishi jiddiy davom qilmoqda.
Ma'lum bo'lgandek, Xitoy doiralari bu turdagi tashviqotda tor cho'lponlaridan unumlik foydalanayotgan bo'lib, yaqinda Xitoyning Douyin supsida bir Xitoy vlogerning usti beshiga Xitoyning changchili fasondagi kiyimlarini kiygan bir to'p Uyg'ur o'smirlarining videosini tarqatganligi buning bir dalilidir. 这表演什么节目啊？唱脸谱。京剧。哦，你们是一个社团，你们读几年级的？6年级。6年级啊。 Bu video Fujianlik Lubei Keldi nomidagi bir Xitoy vlogerning Douyin supsida tarqatilgan bo'lib, uningda Xitoyning Jingju teatrini o'rinlashga tayyorlik qilayotgan boshlang'ich maktabning 6-yilligidagi Uyg'ur o'quvchilar bilan qizg'in paranglashib, bu go'dak qalblarning ko'nglini mayil qilganligi, ularni kollektiv rasmga tortib, har bir aylanga bu rasmni ramkaga ilib sovg'a qilganligi ko'rsatilgan. 我可以看看这衣服吗？ 我是福建的，你们等一下吃完雪糕穿上衣服，我给你们拍一个照片，好吧？我给你们拍个大合照，我还可以打印出来送给你们。可以啊，1人1张，好不好？好。 Növətdə muhaciratdagi Uyğurlar arasında g'ulg'ul qo'zg'ayotgan bu video qarta Uyğur masalasi va Xitoy vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan analizchilar jiddiy inkas qaytirib, buning Xitoyning Uyğur o'smirlariga kichikdan tartibla Xitoy madaniyatini singdirib, ularni assimilyatsiya qilishga urinayotganligini ko'rsatdi. Dünya Uyghur Qurultayı Angliya ishxonasining mudiri Rayma Mahmud xonim Facebook ijtimoiy taratqusi supsida ham berilmayotgan bu videoni ko'rgandan keyingi his tuyg'ularini o'rtoqlashdi. U Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini butunlay yo'q qilib, uning o'rniga Xitoy madaniyatini dastish va Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish planining burundan tortib mavjud ekanligini ta'kidladi. Ama yaqinqi yillarda bo'lib olmuş 10 yilning ig'ir majburiy bir siyosat bilan bo'lyotdi. Hamda bir millatni butunlay o'zininki tilidan, madaniyatidan, o'zining dinidan, hamma nimasidan butunlay tinib, ya'ni bir millat, ya'ni Xitoy millatininki tilini, ashularninki yashash usuli, madaniyati, onundan naqsh usullari degandek ashularni faqatlab o'rganish emas, ashuni xuddi mening o'zimninki degandek qabul qilish va ashundan faxrlanish. Shu maqsad bizning vatanimizda hozir hech qanday bir bundaq jihatdan tarbiya beradigan ota-ona oila yoshurun bir shaklda qilishdan boshqa ochiq oshkora undaq sharoat yo'q. Unda bo'lgandan maktabda shundaq Xitoylar filmda ko'rsatganga o'xshash chiroyli so'zlar bilan ularni qiziqtirib, bolalarni ashunga havas qiladigan bir shaklda maqsadi ularni shu Xitoyning madaniyatini qabul qilish. Yaqinqi mezgillarda Xitoy doiralari Uyg'ur o'smirlarini changchilatish, Xitoycha o'sni xat yozish, yangir usuli o'ynash, qog'oz qiyish, qadimqi Xitoy sozlarini chelish, Xitoyning tang va so'ng davr nazmlarini yodlash qatorliqlarga tashkillab, rayonda Xitoy madaniyatini umumlashtirish strategik planini kun sayin kuchaytmoqda edi. Amerikadagi Xitoy analizchi, yozuvchi Xuan Chun bu videoda Xitoyning changchilik kiyimlarini kiygan Uyg'ur go'daklarni ko'rgandan keyin to'liq bearam bo'lganligini bildirib, mundaq dedi. 首先，它是一个赤裸裸的一种文化入侵。大家知道，京剧是汉人的一个戏曲剧种。 Oldu bilan bu ochiq-oshkora madaniyat tajovuzchiligidir. Chunki Jingju teatri Xitoy teatri san'atining bir turi. Shunga yosh o'smirlarga Xitoy teatri san'atini o'rgatishi Xitoy kompartiyasining Uyg'urlarga qarshi ko'p taraflamalik ilib berayotgan madaniyat qirg'inchiligi va irqiy qirg'inchiligining tipik namoyandasidir. Ammo bu yerda eng muhim nuqta shuki, Xitoy hozir kishilik dunyo qarshi texnik to'liq yetilmagan yosh o'smirlarning go'dak his-tuyg'ularidan foydalanib, turli vositalarni qo'llanish orqali ularni bu xildagi Jingju teatriga qiziqtiryapti. Chunki bir davlatning va millatning kelgusi yosh o'smirlardir. Shunga Xitoy kompartiyasi hozir Uyg'ur yosh o'smirlarni o'zgartirishni madaniyat qirg'inchiligi yurgizishning birinchi bazasiga aylantiryapti. Demoqchimanki, Xitoy kompartiyasining yoshlarni nishon qilishi intayin muhim bir yuzlanish bo'lib, biz bundan nihoyat ehtiyot qilishimiz kerak. Chunki Xitoy kompartiyasi Uyg'ur millatining kelgusi avlodlariga qo'l silyapti. 我们要非常谨记，因为什么？因为中共在对一个维吾的民族的未来下手。
Darvaqa yaqinqi yillardan buyon Xitoy doiralari Jinju teatrini Uyg'ur elidagi boshlang'ich o'rta maktab ma'rifiga ilib kirish, Changchili teatrini o'z ichiga olgan o'qitish planini birlikka keltirish, hatto san'at institutlarida maxsus Jinju teatri kasb qurish qatorliq jihatlarda sistemli xizmatlarni ilib bormoqda. Demokratik Xitoy Front tashkilotining muavin raisi Manjuriyani asli keltirish harakatining maslahatchisi Kanadadagi siyosiy analizchi Shonshu xonimning qarishicha, videodagi Xitoyning changchilik kiyimlarini kiygan bir to'p Uyg'ur o'smirlarining faoliyati amaliyotda Xitoy Kompartiyasining bu rayonda yangi nasllarni barliqqa keltirishga urinayotganligidan derak berdi ekan. U mundaq dedi. 其实呢，这个主要就是中共在强迫维吾尔人从小就 Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarni kichikdan boshlabla o'z e'tiqodi, madaniyati, tili, tarixi va turmush usulini o'zgartirishga majburlab, ularni yangi insonlarga aylantirishga urinyotdi. Shunday qilganda, Xitoy Kompartiyasining ularni kontrol qilishi va boshqarishi texmi osonga tushdi. Ammo bu yerda yana bir nuqtani alohida ta'kidlamoqchimanki, amaliyotda Xitoy Kompartiyasining maqsadi faqat Uyg'urlarni majburiy xitoylashtirish bo'lmasdan, barliq kishilarni o'zining hukmronligiga bo'ysunishga majburlashdir. Bu videoga kelsak, Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur bolalariga Xitoyning Jinju teatrini o'rgatishi 2011-yilda boshlanganligi ma'lum. Chunki ayni yillarda Xitoyning ichkari o'lkalarida ochilgan atalmish Xinjiang sinflarida Uyg'ur o'quvchilariga Jinju teatri o'rganish kurslari ta'sis qilingan. Demak, Xitoy Kompartiyasi xeyli burunlar san'at ma'rifi hamda kishilarning adabiyot, san'at va madaniy ko'ngil etish ehtiyojidan foydalanib, kommunizm ideologiyasini kichikidan boshlabla ularga singdirishga boshlagan. Bu nuqtadan aytganda, ularning yosh avlodlarni kommunizmning quli qilib tarbiyalash nishoni bakma qo'rqinchli. 去成为共产的奴隶的这个角度来进行教育的，所以这个是非常可怕的。 Rayma Mahmud xonim Xitoyning navbatda Douyin, TikTok qatorliq ijtimoiy taratqularda to'r cho'lponlaridan foydalanib Xitoy madaniyatini umumlashtirishga urinayotgan bo'lsa-mu, Uyg'ur madaniyatini hargizmi yo'qotolmaydiganligini bildirdi. Men yenilam ishonmanki, Xitoy Uyg'urlarning g'ururiga bo'libmi, shu o'z Uyg'urlikdan faxrlanib yashayotgan, mayli vatan ichida bo'lsin, vatan sirtida bo'lsin, shu Uyg'urlarning ruhiga, vijdoniga, g'ururiga tegish, tushirish bu maqsadga yetolmaydi. Mayli qanchalik kuchgan bilanmi, balkim bu bir vaqtliq deb o'ylayman. Unchalik osondagi 1-2 million soni va millat emas. Biz o'zimizningki yanala madaniyatimizni, millatimizni, urf-odatlarimizni, tilimizni meningcha saqlab qola olamiz deb o'ylayman. Vatanning ichida garchi shunchalik ig'ir bu zulm ham qattiq qo'lliq bilan yoki mashunaq hilmikirliklar bilan qotgan bo'lsa-mu, yana bundaq bir bizning nayti uzun yillik madaniyatimiz va bir millatninki Xitoyninki bu usul bilan bir aqlam yo'qotib o'tish maqsadiga yetamaydi deb o'ylayman. Kuzatkichilar yana Xitoy doiralarining navbatda bir yoqdan Uyg'urlarni changchil etishga majburlab, bir yoqdan Xitoylarni Uyg'urcha usul o'ynashga safarbar qilib, Uyg'ur san'atini buzish, shalg'otlashtirish, hatto butunlay o'zgartib, o'zlarining qilib olishga urinishlarini Uyg'ur madaniyatini vayron qilish va ularni assimilyatsiya qilish harakatining yana bir ro'shan ifodasi deb ko'rsatmoqda. Programmani Shadiya tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat. Oktyabrdın 6 oktyabrgacha Ukrainada Leo kitap yarmankasi ochilgan. Norvegiyada turishliq Uyg'ur ziyolisi Abdulay Ayub bu yarmankaga taklif bilan qatnashgan bo'lib, Uyg'urlarning mustamlika qilinish masalasi va Ukrainaliklarning taqdiri degan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anglatgan. Tövəndə Shveysariyada turishliq ixtiyoriy muxbirimiz Habibullah bu vaqtda tafsiliy ma'lumot berdi.
Ukraynadagi eng cho'ng kitob munbiri Lev kitob yarmankisi urush o'ti ichidagi Ukraynada bu yilmi yana o'xshashli davom qilgan. Bu yil 2 oktyabrdan 6 oktyabrgacha davom qilgan bu kitob yarmankisiga Norvegiyadagi Uyg'ur ziyolisi Abduveli Ayubmi taklif bilan qatnashgan. Abduveli Ayubning bildirishicha, kitob yarmankisida elib berilgan Uyg'urlarning mustamlik qilinish masalasi va Ukrainalarning taqdiri degan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Sharqiy Turkistonning mustamlik qilinish jarayoni Ukraina tarixi bilan solishtirilib, atrofli tunishtirilgan. Koda Story degan media shirkatining qo'llashi bilan men bu kitob munbiriga qatnashishga tanlandim. Bu Lviv kitob munbiri Ukrainaning Lviv degan shahriga 15 kun atrofida faoliyat qilindi ekan. Bu shundoq bir universal bir faoliyat ekan. Bu faoliyat Lviv shahridagi 30 dan ortiq o'rinda tangli vaqt o'tkazildi ekan. Degan soat 10 da boshlansa, kech soat 9 gacha davomlashar ekan bu faoliyat. Bu faoliyatning 2024-yillik qismiga men taklif qilindim. Sababi Uyg'urlarningki beshiga kelayotgan bu zulmning Ukrainaliklarning beshiga kelayotganlar bilan o'xshash bo'lganligi sababidan men iltimos sungan chaqdimi Uyg'urlarning beshiga kelgan zulmning moyitning mustamlikchilik ekanligi, mustamlikchilik sababidan o'xshash qismatlarni boshdan kechirganligimizni degandim. Buning misol olib, masalan, Chernobil atom bazasi Ukrainada qurilgan bo'lsa, Malan atom bazasi Lopnur qurilgan Sharq Turkistonga. 60-yillarda Gulag lageri Ukrainada qurilgan bo'lsa, o'xshash lager, ya'ni 2014dan boshlab Sharq Turkistonda qurildi. 1940-yillarda Ukrainadagi yahudilar va ukrainaliklar natsistlarningki kamplar qamalgan bo'lsa, Uyg'urlarmi bugun Xitoy natsistlarning kamplariga qamaldi. Bularning hammasi Uyg'urlar bilan Ukrainaning taqdiridagi o'xshash. Bu yerda o'xshamaslik. Uyg'urlar duch kelgan urush istaksiz urush. Ukrainaliklarning duch kelgani o'q ovoz anglanadigan, muxbirlar kelalaydigan, dunyo tekshiralaydigan, dunyo yordam beralaydigan, o'q-dori avatalaydigan, askar fidoyi avatalaydigan bir urush. Urushning farqi shu. Hamma mushlarning hammani bir qisqa qilib yozib iltimos sungan. Abduveli Ayubning bildirishicha yana Ukrainaga kirishda u chegarada to'sib olingan. Ammo u Ukraina tarafga ahvolni tushuntirgandan keyin alohida mehmon sifatida Ukrainaga vizasiz kirgan. Abduveli Ayub efendi bu jarayonlarni radio anglag'uvchilar bilan o'rtoqlashdi. Efsunarligi men chegirdan kirgan chog'imda to'sib olindim. Sababi bu davlatga menasi viza olib keldik ekan. Shuning bilan bizning bu faoliyatni uyushtiruvchilar ching to'da yo'qmi biz buni bir yil burun tayyorlik qilgan, taklif qilgan, bunda qaytarib bersangiz bo'lmaydi deb. Tillashda to'xtamish chegirdagilar bir tushuntirib baqay deb gapni shu tajovuzdan boshladim. Sizlarning mushiyada ham yosh bolalar ekan, hammasi shu bir 20 yosh, 25 yosh chegirdagi askarlarning hammasi shunday yosh bolalar. Shundan ularga mushasini tushundim. Sizning mushiyada javob chekishning sababi tajovuz sababidir. Men bir tajovuzga uchragan bir xalqningki o'g'li, shu xalqning fojiasini yozgan yozuvchi. Mushu Lvivdagi kitob munbiriga men Uyg'urlar bilan Ukrainaliklarning qismatidagi o'xshashlik, bu qismatdan qutulish uchun kurash qiladigan maydonimizning o'xshashligi, taqibimizning o'xshashligi tushundirgilik ekan. Shunga meni kirgizib desam sen kim? O'zingni tushundirdi. Ma'qul deb internetni ochib boshladi. Men mundaq odam degandan bir aqur ko'rib qaytirib o'timiz degan odam to'xta bir masad qilib baqayli deb boshladi. 4 soat saqladim. Saqlagandan keyin oxirida muborak bo'lsin seni Tashqi ishlar ministrligidan alohida mehmon sifatida qabul qildigan bo'ldi. Axborot mehmoni sifatida men chegirdan kirgizib etdi. Men bu davlatga vizasiz kirdim. Ya'ni barliq qoida, barliq qonun, barliq usullarning zulmga qarshi kurashga atlangan ikki millatni yaqinlashtirganligini, ikki millatni tushunchaga erishganligini beris qildi. Mesela bu mumkin emas. Bu bir qoida hamda vizasiz bir davlat kirsangiz chegirdan kirgizmaydi. Ukrainadagi Yevro Mesto televizor kanali 5 oktyabr kuni Abduveli Ayubni maxsus suhbatga taklif qilgan. Shundaqla Uyg'ur masalasining Ukraina urushi bilan bo'lgan aloqasi, Ukraina va Xitoy munosabati, Rossiya Ukraina urushining uzrab ketishidagi omillar haqida munozara olib berilgan. Abduveli Ayub Ukraina xalqiga bu televizor kanaldan Ukrainaliklarning setib olgan har $1 Xitoy mali amaliyotda Ukrainaliklarga etilgan bir tal o'qning puli ekanligini ta'kidlagan. Ukrainada Uyg'urning qani bilan bo'lgan mahsulotlarni keng-kengri ko'rdim. Bu xalq urushib turib, shu urushni qo'zg'ayotgan Rossiyaning motori bo'lgan Xitoyning mahsulotlarini olsa, o'ziga etiladigan o'qning pulini to'laganlik bo'ladi. Hozir Ukrainaliklar amaliyotda o'z farzandlarini etayotgan o'qning pulini o'zi to'layotdi. Xitoyning mollarini setib olish orqali. Bu intayin ta'sir qildi bu gapim. Nahmaydondan maşı gapimni elib tweet qilibdi Ukraincha. Mush masalalarni deyishdik. Bu
Bu munosabat bilan biz bu faoliyatni tashkillovchi tarafdan muxbir Taras Yatsenko bilan telefon ziyorati olib bordik. U o'zining bu vaqtdagi ko'z qarashlarini radio anglag'uvchilar bilan o'rtoqlashdi. We have spoken at some panels of book forum in Lviv. O mundaq deydi. Biz Uyg'urlarni nihoyat yaxshi bilamiz. Ammo mencha Ukraina urushi bo'lsin yoki Uyg'ur qirg'inchiligi bo'lsin yoki Osiyodagi yuz berayotgan boshqa masalalar bo'lsin, demokratiyaning bugungi kunda ojiz qolganligidan bo'layotdi. Biz shuni chuqur bilishimiz kerakki, mustabid hokimiyatlar texnik ko'p huquqqa erishyapti. Ukrainada yuz bergan ishlardan Osiyoda yuz bergan ishlargacha bir-biriga ta'sir ko'rsatdi. Misali, Rossiya Ukraynalarni qirayotgan va Ukrainaga tajovuz qilganda ishlatgan qurollar va uning o'q zapchaslari Xitoydan kelganligini bilamiz. Aldveli Ayub bu vaqtda o'zining televiziya kanalida o'ttir qo'yganlarni radio anglag'uvchilar bilan o'rtoqlashib, Ukraina Rossiya urushidagi Xitoyning roli, Xitoyning ikkiyuzlik siyosati va Xitoy melni Ukrainadan nima sababdan boyqut qilish kerakligi haqidagi ko'z qarashlari va dalillar orqali Ukraina xalqini va hukumatini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga chaqiriq qilganligini bildirdi. Bu urush nima uchun shunday davom qilyapti? Bu urushning motori amaliyotda Xitoy. Xitoy agar Rossiyaning tun satalaydigan narsani qabul qilib, uning o'rniga Rossiyani qurol bilan, iqtisod bilan, texnik bilan ta'minlamasa, bu urush allaqachon oxirlashgan bo'ladi. 2022-yildagi BDTning munozarasiga qo'ydigan chog'da Uyg'ur masalasini, Ukrainaning betaraf turganligi bu bir reallik. Buni bir şey deb qo'yishim kerak. İkincisi, Ukrainaningki mushu vaqtcha Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilmaslik bu bir diqqat qiladigan nuqta. Ya'ni irqiy qirg'inchilikka uchragan millat bilan taqdirdosh turib, o'xshash mustamlakchilikning qurboniga aylangan bir davlat turib, o'xshash tajovuzga uchrayotgan bir millat turib, ya'ni Ukrainaliklarning Uyg'urning taqdiri ko'ngilmasligi bu odamni ichundirdi. Bu sadomi Ukraina siyosatchilariga yetish kerak. Lev kitob yarmankisi Sharqiy Yevropadagi eng avod madaniyat faoliyatlarining biri bo'lib, Ukrainaning Lev shahrida 1994-yildan boshlab o'tkazilib kelmoqda. Bu qatimqi yarmankiga dunyoning har qaysi tarafidan kelgan nashriyotlar, Ukraina va chet el yozuvchilari, axborot sohasidagilar qatnashib, tarix, adabiyot, she'r, ilm-fan, urush, siyosat, erkinlik, axborot, ma'rif, xalq hayoti va boshqa temalarni cho'rigan holda kitob tunishtirish va dunyodagi mavjud masalalar haqida mulohaza olib borgan. Bu programni Shveysariyadan Habibullah Izchi tayyorladi. Xitoy hukumati Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni namoratlikdan qutqizish, 5-chi emgak kuchlarini yo'tkab ishga o'rinlashtirish, Xo'shal Uyg'urlar, Xinjiang yaxshi joy degandek turli nomlarda pardozlab kelayotganligi ma'lum. Tövəndə obzorchimiz Asiya Uyg'urning bu vaqtda yozgan Kommunist Xitoyning soxta tashviqoti, bug'uni ot o'rnida ko'rsatish nomli obzori diqqatinglarda bo'ladi. Askartish, obzordagi qarashlar abturga tava bo'lib, radiomizga vakillik qilmaydi. Kommunist Xitoyning soxta tashviqoti, bug'uni ot ko'rsatish. Xitoy Kompartiyasi hukumati yillardan buyon Uyg'urlar ustidagi irqiy qirg'inchilik siyosati va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni namoratlikdan qutqizish, yeza 5-chi emgak kuchlarini yo'tkab chiqib o'rlashtirish, baxtiyor yashayotgan Uyg'urlar, Xinjiang yaxshi joy degandek turli nomlarda pardozlab tashviq qilib keldi. Xitoy doiralarining bu xildagi soxta tashviqoti amaliyotda rangvozlikdan iboratdir. Mazkur atalg'uning ko'zbo'yamchilik, aldamchilik degandek tangdosh ma'nolari bor bo'lib, bu qadimdan Xitoyda davomlashib kelgan bug'ni ot ko'rsatish hilisi bilan ma'no jihatda ko'p farqi yo'q. Xitoyning qadimgi tarixnomasi Tarixiy xotiralar Cheshxuaning tazkirasida bug'ni ot ko'rsatish nomli bir tazkira xotirlangan. Bug'ni ot ko'rsatish degan so'zning ma'nosi bo'lsa, oq bilan qorani o'ngdudum qilib etish, rost bilan yolg'onni aralashtirib etish deganlik bo'lib, Xitoy Kompartiyasi hokimiyatni qo'lga olgan 75 yil jarayonidagi siyosatida, jumladan Uyg'urlarga qaratgan siyosatida bu so'zdan eng ko'p ilhom olgan va uni izchil qo'llanib kelgan edi. Xitoy Kompartiyasi hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan turma, lagerlarga solash, madaniyat, ma'arif va milliy assimilyatsiya qilish, hatto majburiy emgakka silish qatorliqlarni o'z ichiga olgan irqiy qirg'inchilik qilmishlarini ana shunday turli nomlar va usullarda atagan tashviqotlari yolg'iz Xitoy ichida emas, balki xalqarada ko'p xil tillarda tarqatilib,
xalqaro jamiyatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining rost yoki yolg'onligi haqida talash tortishlarning yuz berishini keltirib chiqardi. Bo'libmi mustabid siyosatlar himoya qilinadigan davlatlar Xitoyning bu tashviqotlariga bakrak moyil bo'ldi. Xitoy Kompartiyasining ana shunday ko'z bo'yamchiq tashviqotlarining biri 5-oktyabr Xinhua to'rida berilgan bo'lib, bu xabarning temasi oltin kumushga to'lgan asti poyuz Janubiy Shinjongni rangdonlikqa cho'ndirdi deb atalgan. Xabar Yengsar noyisidan Aqsu viloyatiga olma uzish xizmati uchun yo'lga chiqqan Uyg'urlar haqida yozilgan. Ya'ni mazkur xabar maqolasida 22 yoshlik Uyg'ur qizi Mahira Abdulyasinning hamrohlari bilan birlikda Yengsar noyisidan Aqsu viloyatiga olma uzish xizmati uchun manganligi, Mahiraning Yengsarda onasi bilan birlikda Talla bozori ochadiganligi, har yili sentabr kelishi bilan mushu poyezdga o'tirib Aqsuga olma uzgili bordiganligi, Mahira o'tirgan 7556 7557 qitimliq bu poyezd liniyasining ichib etilganiga 13 yil bo'lgan bo'lib, umumiy musofasi 30 necha soatligi. Bu liniyaning Urumchi, Turpan, Ko'rla, Aqsu, Qashqar va Xotan qatorliq joylardagi 64 poyezd bekatidan tarkib topadiganligi. Bu poyezdning navbatda dehqonlarning sirtqa chiqib xizmat qilishidagi muhim qatnash quroliga aylanganligi bayon qilingan. Muxbirning mazkur maqolasi orqali Janubiy Uyg'ur elidagi dehqonlarning sirtlarga chiqib ishlashining qanchalik qulayliqlashganligini tashviq qilmoqchi bo'lganligi aniq. Lekin Xitoy hukumat matbuotining mazkur muxbiri ko'zdan saqit qilgan bir masala shuki, u mazkur poyezdga o'tirib yaqin yurtlarga ishlamchilikka manganlarning dehqonlar ekanligini yo'shirmagan. Shu nuqta aniqki, dehqon uchun kuz fasli teriqchilikning mo'l husuli oladigan oltin fasli bo'lib, bu faslda dehqonlar hosil yig'ish bilan aldirash bo'lganligi aniq. Ammo mazkur maqolada Uyg'ur dehqonlarining mana mushundaq hosil yig'ish faslida sirtlarga ishlamchilikka manganligi kishini hayron qoldirdi. Acaba bu dehqonlarning teriydigan yeri, oladigan husuli yo'qmi? Shundaq bo'lsa, nima uchun bu kishilar muxbir tarafidan dehqon deb ta'riflandi? Savollarimizga javob tepish uchun Xitoyning Yengsardagi siyosatlariga ko'z yugurtib beqishimizga to'g'ri keldi albatta. Xitoy bosh qo'shidagi Tangirtaq to'rining 2020-yili 14-dekabrdagi bir xabarida Yengsar noyisidagi dehqonlarning teriqchilikqa tayanib qolmay, balki hunar kasb egallab, boy bo'lish yo'llarini qanday kengaytganligiga xabar qilingan. Mazkur xabar orqali biz Yengsar dehqonlarining nima uchun dehqonchilikning oldirash mazgilida yaqin yurtlarga ishlamchilikka bordiganligining sababini texmi yaxshi tushuna olamiz. Xabarda deyilishicha, Yengsar noyisidagi ma'lum bir korxonaning butun noyidagi 102 dehqonchilik kooperativi bilan meva ko'ktatlarni sotilish to'xtami tuzganligi. Şirketning bu usuli 12 ming nomrod oilaning ishga o'rinlashtirish masalasini hal qilganligi. Yengsar noyisida hozir nurg'un kishilarning hamkorlik kooperativi orqali ishga o'rinlashga boshlaganligi deyilgan. Xitoy bosh qo'shidagi Xinjiang Dajong to'rida Xinjiang gazetidan 2021 yili 2 martda ko'chirib tarqatilgan Yengsar noyisi Ulug'chat bozori Tuvan Yavoq kentida hamma odamning qildiganga ishi bor bo'ldi nomli xabarda bo'lsa, texmi aniq qilib atalmish elga naf yetkazish nomida kelgan Xitoy kadrlarining yerlarni o'zlari bir tutash boshqarib va terayotganligi. Dehqonlarning bo'lsa, yerlarni o'tkazib berib, dehqonchilikdan to'liq ozod qilinib, sirtqa chiqib ishlashiga texmi ko'p fursat yaratib berilganligi bayon qilingan. Yuqorqi ikki xabarning mazmunidanla Yengsardagi Uyg'ur dehqonlarining 2014-yildan boshlab o'ylariga ko'chib kirgan Xitoy kadrlar tarafidan terilg'u yerlarni kooperativlarga o'tkazib berishga majburlanganligi. Buning bilan Uyg'ur dehqonlari birdilla yezlardagi 5-chi emgak kuchiga aylantirilib, yashash usulining dehqonchilikdan ishlamchilikka o'zgartirilganligini qiyos qilishimiz tas emas. Demak, yuqorida tilga ilingan Yengsarlik Mahira va Yengsar dehqonlarining qismatlari Uyg'urlar duch kelgan qismatlarning kichkina bir kartinasi bo'lib, bunda hodisa balki Uyg'ur jamiyatining barliq bo'lum-pushqoqlargacha umumlashgan bo'lishi, bo'libmi yezlarda Uyg'ur dehqonlar ustida keng ko'lamda yuz bergan bo'lishi ehtimolga to'liq yaqin. Ya'ni Uyg'urlarni yer zaminlaridan majburiy ayirib, ularni sirtlarga ko'chishga majbur qilgan bu siyosat aslida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bir qismi bo'lsa-mu, lekin Xitoy bo'g'ini ot ko'rsatish uslubida masalaning mohiyatini izchil burmalab tashviq qilib kelmoqda.